To'g'risi nimadan boshlashni bilmabman. Hayajonim вообще o'tib ketmabdi. Уже necha minutdan beri. Вот, shu hayajonim bilan videoni boshlashga qaror qildim. Bugun 29-aprel. Soat где-то 4:30. Rizo mana telefon qilib, nima deb ayttiradi deb o'ylasizlar. O'zim вообще kutmagan edim. Честно говоря, umuman kutmagan edim desam ham bo'ladi. Telefon qildilar, men o'sha payt ish qilib yotgan edim, so'rabdilar, ishlaring bo'libsanmi? Da, bo'libman. Men generalniy uborka boshlagan edim. Uborkalaring tamom bo'libdimi? Ha, bo'libdi. Tez qilib hay qilaman. Ovqat pishirdimmi? Da, pishirdim. Obed qildimmi? Da, qildim. Kirlar yuvdimmi? Da, yuvdim. Kiyim aytibim. Hamma narsamni unaqa otida so'rabdilar. U ishi bo'ldimi, bu ishi bo'ldimi deb so'rabdilar. Ha, dopam, shtobi tezroq ishimni qilaveray deb. Men ish qilib yotibam, xayolim ishda. Чемоданimni yig'ib bo'layim, da, bo'ldim. Серьезно, debdilar. Ha, серьезно. Чемодан yig'ib bo'layim. Qanaqa чемодан? Stop. Mani miyamda majlis boshlandi. Mana qachon чемодан yig'ib deb aytganlar. Может, aytgan bo'lsalar, men esimdan chiqdimi? Может, пропускать qilibmi shu gapni deb yana so'rabman. Mana aytdingizmi debdim. Da, aytdim. Esingda emasmi debdilar. Серьезно debdim. Da, debdilar. Серьезно turib. Kulvordilar. Нет, hozir просто gap o'rtasida aytdim. Qani zametit qilasan deb. No, sen ishing bilan avorasan, даже eshitganing ham emas gapim debdilar. Честно говоря, прям в шоке была. И so'rabman, серьезнами qo'ha aytding debdilar. Men 2 kun oldin 27-yakshanba kuni aytdim. То что 1-mayda men tug'ilgan kunim. Siz hech qo'ha olib ketmabsiz, aytdingiz, может, olib ketaman deb отпускам olaman degan edingiz, na отпускaya заявление yozdingiz, chunki qanchadir oldin yozish kerak. Даже yozmadingiz siz, u bu deb men gapirdim. Hech narsa demadilar, xafa bo'ldim, hech narsa demadilar. Hayron qoldim, nima uchun hech narsa demadilar? No, ko'ngillariga tegdimi gapim deb o'yladim. Bilsam, оказывается, hamma narsani tayyorlab jim o'tirgan ekanlar. O'sha kuni aytdilar, tug'ilgan kuningda ishxonamdan javob ola olmasam, yakshanba или shanba kuni o'tirsak bo'ladimi deb tog'ib ketaman dedilar. Keyin no ладно dedim, xafa bo'lib. O'sha hamma narsani organizovat qilib bo'lganlar, shu uchun jimgina o'tirib meni reaksiyamni ko'rganlar. To'g'risi lekin xafa bo'lgan edim. Vlog biz ham shu bilan boshlab oldik. Endi inshaalloh voqea sizlar bilan birga travel davom ettiramiz. Faqat sizlardan so'ramoqchi bo'lgan narsam bor. Kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldirsangiz juda ham xursand bo'laman, chunki sizlar fikringiz men uchun muhim. Videolari qanaqa ko'rishsizlar, udobni gorizontalnimi, vertikalnimi kommentariyada yozib ketinglar. Ikkinchi so'ramoqchi bo'lgan narsam, Umra uchun 0 dan vlogi, 4 ta vlogini chiqarganman. Где-то 8 soatlar chiqib qoladi 4 ta vlog, chunki har bitta vlogim 1 soat qanchadir, 2 soat qanchadir, opchiq hisoblaganda где-то 8 soat chiqib qoladi. 8 soat bo'lgani sababi men oqda prям detalni ko'rsatganman, har soati iloji boricha har bir qadamimni ko'rsatishga harakat qilganman, чтобы ko'rgan odam xuddi men bilan birga yurgandek, men bilan birga aylangandek bo'lsin deb. Kommentariyalar o'qsam juda ham zo'r olibsiz, detalni olibsiz, xuddi siz bilan yurgandek bo'ldim. Bunaqa vlog ko'rmaganman, detalni olganni, qisqa vloglarni ko'p ko'rganman, bunaqa detalni vlog вообще ko'rmaganman, yo'qda deb aytganlar ko'p bo'ldi. Ikkinchi so'ramoqchi bo'lgan narsam, sizlar qaysi vlogni ko'rish yaxshi ko'rasizlar? Qisqaroq bo'lsinmi, или прям detalni, hayotiy men bilan birga yurgandek bo'lish xohlaysizlar? Iltimos kommentariyada yozib ketinglar, shuna qarab olaman videolari. Если ko'pchilik kamroq oling desa, men ham osonroq, chunki ko'proq aylanib, kamroq video olaman, video kamroq vaqtim, aylanishga ko'proq vaqtim ketadi. Agar ko'pchilik yo ko'proq video oling, xuddi bizlar ham shuda bo'laylik degan kommentariyalar qoldirsa, birga aylanamiz sizlar bilan. Kommentariyada sizlarning fikrlaringizni kutib qolaman. Shuna qarab vloglarimni olishga davom ettiraman. Qani bo'lmasam hozir men eng yaxshi ko'rayotgan ish чемодан yig'ishdan boshlaymiz. Shu bo'lmasam чемоданlarimizni yig'ishni boshlaman. Kстати, qayerga ketadigan biz so'ramabman. Mana faqat чемоданlarni yig', tayyor tur deb aytdilar, и всё. Qayerga ketamiz? Soat nechida ketamiz? Toshkentdan uchyapmizmi, Samarqanddan uchyapmizmi, или biron joydan uchyapmizmi, вообще-то qayerga uchyapmiz, necha kunga uchyapmiz? Вот так вот. Mana ketdik desa bo'ldi, men tayyorman чемодаnim bilan birga. Faqat qanaqa kiyim olishni bilmay. Eng alam qilayotgan bilasizlarmi nima? Bugun 29-dekabr. Oy. 29-hayajondan 29-dekabr debman. Bugun 29-aprel. Bu kishi 28-apreldan o'sha отпускаga chiqqanlar. Kecha целый день men bu kishi ishda deb o'yladim. O'zlarini ishlarini qilib yurganlar.
Даже biroq aytmaganlar mana bugundan уже отпускам. Dem aytdim, хотя 30-da kстати 30-da uchamiz deb aytdilar, soatini aytganlar emas. Хотя dedim, 30-da aytmadingiz, tur, aeroportda ketibmiz. Chemodanlaringni ol deb. Men pustoy chemodan bilan ketay dedim. Alo. Хотя bilet tashlab bering. Soat nechida? Qo'qdan uchamiz. Ha. Жалками? Ну, hay soatini ayting. To'rt nechida? Где-то nechida? 1da ketadi. Bugun oqshom 1da. Rizo, soat 5 bo'libdi. Men qanday uspet qilaman? Hamma narsani hozir sabiratsiya qilish-a. Chala qo'ygan ishlarim hammasini tamom qilib, baliqcham ham olib ketib berish kerak hali. Gullar etib berish kerak. Yana saboy narsa olish kerak. Hatto bir kun oldin aytmadingiz-da. Hozir men chemodan yig'ishim uchun qo'rqa ketayotganmiz aytasizmi? Хорошо, issiq kiyim olaymi yo issiq joy? Ha, 35 gradus issiq ketyapman. Хорошо. Issiq kiyim oldim. Hozir men kurtkalar olsaydim-chi. Sложно emas-ki, qo'rqa ketayotganmiz aytish. Хорошо, bilet yubormay qo'rqa ketayotganmiz joyi ota bo'ladi-ki, yo Toshkentga ketyapmizmi? Eng ko'p ketmoqchi bo'lgan joyim Ironmi? Ironami? Серьезно, Ironami? Qo'rqa bo'lmasam, eng ko'p Ozarbayjonskiy. Bakuyami? Серьезно? Rizo alatmi bilet tashlab. Серьезно? Rizo, серьезно? Вау. Да, конечно, men qancha unaqa xohlagan edim, o'zingiz bilasiz. Vau. Men bu haqda уже vlog olishni boshladim, chemodan sabirats qilibman. Я так рада. Спасибо. Mana shunaqa xursand qilibsiz, Allohim sizni xursand qilsin. O'zi boyna uchamiz deganingizda qancha hayajonlandim. Hayajonlanganimdan so'ramapan. Nechida uchamiz, qaydan uchamiz, qo'rqa uchamiz. Necha kunlik ketamiz o'shani qarab, kam ko'proq. Qanday ko'p bo'lsa. Men hatto olmoqchiman, bitta qaron o'zini olmoqchi edim. Katta. Ko'p narsa kerak emas. Necha kunligini ayting. 5-6 kun. Ну, добавочно. Necha kun bo'lishi mumkin? 10 kunmi? Bo'ldi, 10 kunlik olaman bo'lmasa. Хорошо. Mayli. Shunaqa yaxshi ko'raman Bakuni. Tushuntirib bera olaman. Eron, Baku, misol uchun ko'pchilik Turkiyani, Istanbulni yaxshi ko'radi. Men ham Istanbulni yaxshi ko'raman. No, birinchi o'rinda men uchun как бы Eron va Ozarbayjon. Ikkovi ham birinchi o'rinda men uchunda. Hozir men aytibdi, eng ko'p qo'rqa ketmog'ing keladi deb. Eng ko'pi Eronga ketmog'im keladi. Eronmi, seriyozmi degandan keyin Eron debsanmi? Mana eshitilmadi debdilar. Baku aytibsanmi deb o'yladimdirlar. Eronni eng ko'p ketmog'im kelgan davlat, ko'proq shu yoqda bo'lmog'im kelgan davlat Ozarbayjon haqida ko'p gapiraman. Keyin aytibdilar, eng ko'p qaysi davlat haqida gapirasan? Ozarbayjoncha qo'shib gapiraman. Inogda прям ashulalarni постоянно eshitib yuribmiz. Eski ashulalar. Ham biroma zo'r topsalar mana eshitdilar. Qarama zo'r topdim deb. U kishi ham shunaqa qiziqdilar. Atak men boshida aytganda shuni Ozarbayjonga ketmog'im keladi deb hali endi aytayotgan paytlarimda uncha qiziqmaydilar. Eski shahar nima qilasan deb. Men bilan shu temada ko'p gaplashayotgan bo'ldilar. Eronda ko'p sanksiya bo'lgan uchun как бы закрытрок davlat. Именно turizm sohasida turistik joylari, как internetda misol uchun Dubayga ketsangiz, любой joyi internetdan topib, o'zingiz bemalol peshkom ketsangiz, peshkom metroda xohlasizlar, bemalol internetdan foydalanib, o'zingiz ketarasizlar biron joy. Eronda ko'p narsalar sanksiyada bo'lgan uchun salligina o'zingiz prям marshrut qilib aylanish sal qiyin. Shu uchun Eronni na budishida o'ylab biz nasib bo'lsa inshaalloh. Lekin juda ham xursandman, prям
tushuntirib bera olaman. Tug'ilgan kunimda Bakuni podarka qilibdilar. Prям men xohlagan edim, lekin bu kishini ishlari ko'p bo'lgani uchun men o'ylagan edimda, честно говоря, birga o'tirib, gostinitsalar birga ko'ramiz, qoqlarga ketamiz, ko'ramiz deb. Hozir men chemodan yig'ishim kerak, kerak narsalar olishim kerak, ketib uydagilar bilan xayrlashib kelish kerak, baribir ham ketamiz deb. Unaqa narsalarga kam vaqt qoladi. Yana soat 1da aeroportga ketishimiz kerak. Hamma narsaga hozir uspech qilishim kerak. Shunisini ham shukr, alhamdulillah. Yo'lda bo'lsa ham o'zi ko'p joyini bilaman, chunki kartada ko'p o'tirib ko'rdim qoqda nima borligini. Vot. Shunisini ham alhamdulillah. Hozir sizlar bilan birga chemodanlar tez-tez yig'ib tashlaymiz. Rizo aytibdi, 3 ta chemodanni ham olaylik deb. Men o'zi faqat katta chemodan olmoqchi edim. No, ladna mayli oqni ham qo'shsa bo'ladi deb o'ylatdim. No, 3 ta chemodanni ham ol, narsalar qo'yib, 10 kun bo'lsa agar narsalar kerak bo'lib qolishi mumkin. Kerakli hamma narsani olib debdilar. Hozir ko'raman qancha narsani olaman, qancha chemodan bo'ladi. Bu vlogda hozir sizlar bilan chemodan yig'amiz, keyin magazinga ketib kerakli narsalarni saboy olamiz, keyin ketib uyimdagilar bilan xayrlashib, mitichami, baliqchami qo'yib kelamiz. Keyin aeroportga birga ketamiz. Nasib bo'lsa ertangi vlogda Bakuni eski shaharida tong ottiramiz inshaalloh. Mana shunaqa zo'r ko'ylak. Shunaqa keng turadi, shunaqa zo'r havo o'tkaradi, lekin shunday bitta kirgandan keyin mana shunaqa g'ijim bo'ladi, xuddi umuman uchiq qilinmagandek. Materialni shunisi ham. Mana buni olamiz, dvoyka. Bu chorni ham olamiz. Bu ладно. Bu chorni yetadi, issiq bo'lsa. Yaxshini olaman. Shu bular qiyin oqda qilish. Mana shu korичневni ham olay. Shu 4 ta ko'ylak, yana boyna bular tez-tez yig'ishtirdim kilosini bilish uchun. Magazinga ketib keldim. Endi bemalol chemodanni yig'sak bo'ladi. Bular hozir chemodanga qo'yaman. Hamma narsani oldimmi, tekshirib birdan qo'yaman. Rizo 5 ta futbolka. Bunda shortik. Bunda u safar как раз ko'rsatgan edim, Temudan olgan polotensalarim, saboy olib ketishi yengilgina. O'zimiz ishlatamiz, tozagina. Bunda mana kupalnigim. Как раз shuni ichida ham qo'ysam. Telefon qildilar hozir Rizo. Hamma необходимо narsalarni ol. Hali chunki kuni aniq emas deb qo'rqitdilar. Menga ham uni kuni aniq bo'lmagani. Stabilizator olaman qo'la. Как раз buni ham ko'rsatgan edim, AliExpress'dan zakaz qildim deb, ruchnoya. Kстати, apartment olgan ekanlar. O'zini kuxnyasi ham bor ekan. Даже o'zini stiralniy mashinkasi ham, shu uchun kamroq kiyim olib, o'sha yoqda yuvib kirsa ham bo'ladi. Chunki og'ir qilib yurish xohlamayapman, prям dam olish xohlabman. Keyin mana bunaqa uchuqchani ham oldim. Buni ham ko'rsatib o'tgan edim unpacking videosida. Как раз buni ham olib ketaman. Bularni ham уже to'ldirib qo'ydim, nimaligini yopishtirib qo'ydim. Kim eslasa unpacking videosida ko'rsatgan edim. Udobnigina, komfortnigina. Главный dorilardan oldim. Teraflu, Panthenol, Levomicol, Linux, Z-Par, termometr. Buni Saudiyadan olgan edik. Isitma tushiradigan Panadol. O'ylaymanki eshitma esimdan chiqib qolmadi. Buni ichiga kosmetikalarim oldim. Hozir ko'pini chiqarib tashiman, chunki baribir makiyaj qilaman. Jazokillah. Bye. Yuran kim bilmiyor. Yükselotto. Ruchnoyimda kerak bo'lgan narsalar olamiz. Buni Madinadan olgandim. Mana shunaqa udobni joynamoz.
Zontigim kerak bo'ladi. Buning ichida hamma kerak narsalar. Sistem ko'z uchun. Men har safar samolyotda minsam, ko'zim yomon qurib ketadi. Og'riq beradi. Shu uchun sabay olaman. Увлажнять qiladigan pomada ham kerak. Цветной pomada. Diordan bitta pomada. Panpy uchun. Потом qo'l uchun krem. Ingalyator, как бы nafas olishga qiynalganda ishlash uchun. Bu stik ko'z tagi uchun. Incandens eski atirlardan sabay olib yurish uchun. Kiyimimda mini pilka. Delbani spreysi. Конечно, kerak bo'ladigan dorilar. Sabay olib yurish uchun mana sobunchalar, ложка, самоцветочный крем, зубочистка, зубная паста, щеткасы bilan защитный стик, карандаш, ventilatorcha. Buni ichiga yana bir ikkita narsa qo'yaman, shuni bilan bog'la. Shu chemadana hammasi ketadi. 20 kilo bo'ladi. Oyna o'lchaganimda, lekin где-то 19 qancha edi. Hozir 4-5 ta narsa olib beradim. Kerakli narsalari. Kamroq kiyim olibman. Boyda ko'proq kiyim qo'ygan edim, просто o'lchash uchun. Hozir endi kamroq kiyim qo'yib ko'raman. Men bu o'zi prям 2 kilo или 1,5 kilo buyumlar chiqadi. O'zi tug'ilgan kunimda Rizo Qatarga ketamiz deb aytayotgandilar, lekin men qandaydir Qatarga ketish xohlamadim. Bilmadim nima uchun. Meni tortmadi u tarafa. Men aytdim, agar если shunaqa zamonaviy shaharga ketmoqchi bo'lsangiz, Qatarga o'xshatgan Dubayga ketaylik dedim. Dubayga уже bir marta biz ketib kelganmiz. Aytdilarki, Dubayga ketib kelganmiz. Davay Qatarga ham ko'rib kelamiz lutcha dedilar. Bilaman qandaydir Qatar meni o'ziga tortmadi. Keyin aytdim, lutcha men xohlayotgan joyga ketaylik, men tug'ilgan kunim keldim. Keyin aytdilar, "Hay, bo'lmasa sen xohlayotgan joyga bunisiga ketamiz, shu yil hech qayerga ketamiz" dedilar. Keyin men ularni deb xafa bo'lib yurdim. Qarasam rostdan ketmayotganga o'xshabmiz. Lekin bu kishi jimgina ishlarni bajarib yurganlar. Xursandman, chunki Bakuga ketishni juda ham xohlagan edim. Ikkita kepka, keyin parashok oldim. Yana nimadirlar olishim kerak, esimga kelmabdi. Shu bilan пока что chemodan tayyor. Hozir buni o'zim tez-tez joylashtirib chiqaman. Sizlar bilan magazinga ketdik. Baliqcham konteynerga solib olib ketyapman. Bog'da gulim, qolgani bagajda. Вот, matcham. Men bilan unaman ko'rib keldim gullarim. Уже hozir qo'yapsiz. Bu sizlar una kam bo'lsa ham ketishimiz zarur. Sababi nima uchun, bacham? Mana men katta qilganingiz uchun kam bo'lsa ham shuncha yil biron marta sizga tug'ilgan kunda. Rahmat bacham, sog' bo'l, salomat bo'l. Sizga rahmat. Dunyo boricha bor bo'l, ering bilan qo'sha qara. Rahmat. Xudo qancha umr bergan bo'lsa shuncha yasha, bachajonim. Sog' salomat bo'l. Rahmat. Sen mana bering, Xudo sana 100 barobar, 1000 barobar ziyodasi bilan qaytarsin. Kami nasib bo'lsa, bundan keyin zo'ra. Nasib bachajonim. Ne? Sizga Evet, sabah. shuncha yil tug'ilgan kunda biron marta sizni xursand qilmabman, kam bo'lsa ham aytdim. Rahmat. Men tug'ganingiz uchun. Kam bo'lsa ham. Ana shu gullarda hamisha ochilib yurgan iloyim, shu gullarda baxti ham chiroyli go'zal bo'lsin, o'zi ham mana shunday chiroyli ochilib yurgan iloyim. Soat 9:30. Uydagilar bilan mazza qilib o'tirib, ular qitigina xursand qilib, gullarimni topshirib, eng glavnisi mitcham topshirib, ular bilan xayrlashib, endi Rizo bilan barbershopga keldik. Albatta o'zlarining sartaroshlarga ketisha vaqtlari bo'lmadi. Uy biz oldidagi anaqa barbershopga keldik. Bir de ko'rmoq. Aeroportda ko'rib, magazinga keldik soat 10:30. O'zimizga zavtraga narsalar olib boramiz.
shuncha zavtraga narsa. Soat 3 kam 2. Taksiga o'tirdik. Hozir chimodan o'rtabdilar. Nasib bo'lsa aeroportga yo'l oldik. Поверните налево, а затем поверните налево.